Hammaga assalomu alaykum. Bu video murojaatimiz Koreyadagi barcha vatandoshlarimizga eslatma sifatida olyapmiz. Bilasizlar, hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimiz onlayn pul o'tkazmalarida o'zi bilmagan holatda firibgarlikka uchrab qolishyapti. Bu holatga siz ham tushmasligingiz uchun o'zingiz foydalanayotgan bank hisob raqamingiz yoki bank kartangizni boshqa shaxslarga foydalanishga hech qachon bermang. Bu Koreya qonunida ham cheklangan. Va bundan tashqari yaqinlaringizni puli bo'ladimi yoki sizga pul evaziga qandaydir pul miqdorini Koreya bo'ylab yoki xalqaro o'tkazmalarda o'tkazib berishlikni iltimos qilishsa ham bu narsani siz rad qiling. Ya'ni bunday holatlarda ko'pchilik o'zi bilmagan holatda onlayn o'g'irlangan pullar, ya'ni firibgarlik yo'llari bilan topilgan pullarni Koreyadan chiqib ketishiga sababchi bo'lib qolmoqda va buning ortidan muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatlar Koreya bo'ylab barcha banklarda yuzaga kelayotgan muammo bo'lgani uchun biz hampas jamoasi ham o'z mijozlarimizni ogohlikka hamda hushyorlikka chorlab qolamiz. Ushbu videoni ko'pchilik ko'rish uchun videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashib, ularni ham eslatib qo'ying. Qo'shimcha savollar uchun mijozlar markazimizga, ya'ni quyidagi raqamlarga murojaat qiling.